Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga bitta xabarim bor. Meni ko'rib turganlaringdek, meni shunaqa loyxonaga qamab qo'yishdi. Keyin hozirgina ochishdi. Qarasam, eshik tagida hozir ko'rsataman. Uyni ko'ryapsizlarmi? Shunaqa joyda paydo bo'libman. Aytishicha, uyda oldin bitta kishi bo'lgan ekan. Lekin uyini tashlab ketgan ekan. Agar o'sha uyni ochib turib, o'sha uyni ocha olsam, keyin ochib turib ichidagi pullarni olsam, o'sha pullar menga ekan. Qani ketdik. Voy, juda ham zo'r joyda yashagan ekan. Bu nima? Nimaga bu temirli? Voy, ichkarisi zo'r ekan, yoqdi menga. Bu nima? Yo'q. Kodini men qayerdan bilaman? Nimalarmi? Yo'q. Nima? Yo'q. Qanday bo'lishi mumkin? Uyni bir aylanib ko'raychi. Juda ham chiroyli. Nima bu? Nuqta. Menimcha bu kodlar bo'lsa kerak. Birinchisi nuqta, ikkinchisi ham nuqta, uchinchisi menimcha nuqtalar qilish kerak. Yo'q, nuqtalar emas. Menimcha undo'chalar bo'lish kerak. Birinchisi chekada, ikkinchisi o'rtada, uchinchisi pastda, ikkalasi o'rtada ekan. Qani ketdik. Tez ochish kerak. Yo'q, men bunga ishona olmayman. Yaxshi, endi uni ochamiz. Endi qanday chiqaman? Shunday chiqsam bo'lardi ekan-ku. Endi hammasini yig'ishtirishni boshlaymiz. Pastga tushib olamiz avval. Yaxshi. Bir stak. Men boyidim do'stlar. Lekin darroqlab bo'lish kerak. Chunki bu tashlandi qo'y. Men boyidim do'stlar. Hammasi bir stakdan. Ular aytishicha, yana juda ham ko'p bo'lish kerak edi. Demak, 3 tasi qani? Wow, chiroyli ekan. Menimcha buni ichida bo'lish kerak. Qarab, naqsam ichida turadi. Qayerda bo'lishi mumkin? U boy juda ham boy bo'lgan ekan, chiroyligini. Juda chiroyli. Yomg'ir yog'ardi. Endi dahshat qo'rqinchli bo'lyapti do'stlar menga. Mana sandiqlar nima? Yo! Hammasi shu yerga saqlangan ekan. Keragidan ham katta-ku bu. Nargis yo'qmi? Yaxshi. Endi qanday qochishni o'ylash kerak. Adashmasam keyingi uy men yana uy bo'lish kerak. Yo'q. Menga adashmasam uyning yonida daraxt bor edi. Hozir. Mana do'stlar aytganimdek. Bu blok nima qilyapti? Jo'nay qo'y yaxshi. Aytganimdek, mana shu yerda turgan ekan. Mana ikkita daraxt, demak bu yerga daraxtni ekib tashlayman. Yo'q, ikkitasini bir yoqsa o'smaydi. Minecraft qoidasi shunday. Qo'ylarni otaveraman. Ichini to'la blok. Hozir ularni sirasi kirkaga aylantirib, biriktasini. Tayyor. Surdik. Juda yaxshi. Ular meni tashlab ketdi. Shuning uchun endi o'z mammasini qilishim kerak. Endi menga mana bu stak kerak bo'ladi. Buni qo'laman. Endi bundan esa bitta manaqa. Endi bun kerak yo'q. Bundan esa millionta. O'zimga 62 ta qoldi. Bundan 63 ta, 61 ta. 63 ta, 64 ta. 63 ta, 59 ta.
Afsuski bu kompyuter masa hammasini birdaniga olgan bo'lardim o'zi. Ana tayyor 64 hamma bir sahifa. Endi buni bunday qilib bunday. Yana bitta olaman. Endi hammasi meniki. Diamond full diamond branya qilsam ham bo'ladi. Mazza. Endi ishton qilamiz. Oyoq kiyim avvalambor. Oyoq kiyim. Endi shim. Dahshat. Benim miyam zapish qilmayapti bularni. Va diamond. Bosh kiyim. Kiyam. Mazza. Ana hammasini yig'ishtirib olish kerak. Uyni bitta ham qoldirmaslik kerak. Juda ham tez olyapti. Qayerda ham turibdi. Nimaga men bularni kovlayotganda mana qizil bo'lib qolyapti? Tushunarsiz. Yoki bu qonlimi? Xullas filtrlab ketadi hammasi. 13 ta. Men boyman. Hozir villan kayfi chiqadi. Nahot mendan ham vil bo'ladi hozir. 2 ta. Mening miyamga qo'yar. Men bugunni bilan sindirmagan bo'lardim. Avval bular nimaga qo'limga tushadi? Hozir ularni sindirsam nima bo'ladi-da? Baribir tushib qolardi. Yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi. Qaytib kelmang. Men hayolimga buni sig'dira olmayapman, hammasini yig'ishtirib ishgan. Meni ham bemalol sindiryapti. Bundan keyin nima yasash hech kim men nima qilishni tushunmayapman. Shunchaki bular menga mazza. Yetib ortib ham ketadi. O'zi bu uyni menga berib yuborishgandi. Bekor sindiryapman u. Shu allaqachon bu meniki bo'lgandi. Uni nima yo'qotib ketdi? Mayli. Menga yo'q. Menimcha bo'ldi. Meni yig'ishtirdim. Keragidan ham ortiq. Qo'yil, ishonish qiyin bo'ladi menga. Men bunga hech qachon ishona olmayman. Qanday qilib shunchalik narsaga erishgan bo'lsa. Kimga mazza, menga mazza. Endi do'stlarimga borib maqtansam kerak. Tayyor. Ana endi bularning hammasini bunga qo'shib yuboramiz. Tayyor. Endi sekin boramiz. Endi bu men emas. Millionerman. Hayır. Ko'rib qoldim. Ular shu yoqda, mana shu yerda turgan bo'lsa, shoh qarab kelgan ekan, mana bu yerda ekan. Bu yerda nima bor? Dahshat qo'rqinchli. Yoshlar nimaga meni yo'qqa bordinglar?
To'g'risi biz yoqqa kira olmadik. Uni kodini bilmadik. Nimaga bo'lsa meni yubordilaring? Chunki biz seni aqlingni, IQ'ingni ko'rdik. Bularni senlar meni IQ'imni ko'rmoqchimading yoki meni olmozlarimni olishim nima? Sen bunchalik darajaga yetasan deb o'ylamagandik. Bularning mazasi yo'q. Meni IQ'im cheksiz, tushundingmi? Tushundim, uzr. Uni nimaga senlar oq ko'ylakdasan, bu qora ko'ylakda? Chunki u o'sha uyning egasi. Nima? Sen nimaga seni plus nima qilding? Sen bakki. Nimaga men sen asam buzilgandan gaplarimni esimdan chiqarib qo'yapman. Hozir 1 daqiqa. Asam buzilyapti meni. Bunaqa tentaklarni yomon ko'ryapman men. Senlar meni hozir asabimni buzilaring. Seni o'ldirib qo'yaman, Mahkiya. Sen nimaga meni u yoqqa jo'natding? Aytchi. Chunki men uyimni parolini esidan chiqarib qo'ygandim. Wow. Sen shunchaki 10 balikdan cheksiz qo'ymasam bo'lmaydi. Bu yer nimaga ochiq? Bu yerda bizdan sendan oldingilar shunchaki tushib ketgan. Ular kodni topolmaganiga biz ularni jazoladik. Wow. Yaxshigina jazoladi shekilli, ha? Ko'ribsanmi? Mana men boyman. Senlarga ham berishim mumkin. Mayli, ozgina bersang mayli. Nimaga berishim kerak ekan? Iltimos ber. Hozir 1 daqiqa. Mana shuni shurdagi bloklardan olsam maylimi? Mayli. Endi meni ko'radiganlarni ko'rasan. Senlarni umarmasammi? Umar shoda tursin, senlarni parokanda qilaman, qarab turlar. Tayyor. Mana. Ye. Narsa yasab qo'ydim-ku buni. Jonimga tegdi bu. Nima qilyapsan? Uzr, boshqa qaytarilmaydi. Boshqa qaytarilmaydimiş. Shuncha ish qilib turib, yana boshqa qaytarilmaydimiş. Mahkillar sizlar. Bitta qilish bilan shunday solaman. Bularga qilich emas, bularga tapur bilan urish kerak. Tapur yaxshigina oladi. Mahkillar. Sizlar mahkillaring. Sen meni jahlimga teggan. Bakki. Seni boshqa hech kim o'ldirmayman. Bakki. Uzr. Kechirmayman. Kechirmayman dilaringni, bakkilar. Kelma tush. O meni nima qilib chiqdilaring-ku? Aytib baland ekan. Tush. Tushmasang o'ldiraman. Tush. Yo'q, qo'y shu yerni. Yo'q, tushdim. Bitta o'ldirdi. Shu. Bundan yopish kerak diamond blok bilan. Mana. Nima qilasan endi? Qani tush. Tushyapman. Yo'q, men yashagim kelyapti. Iltimos, qo'yib yuboring. Yo'q, qo'ya olmayman. Tushsang keyin. Tushsam baribir nima foyda bor? Mana senga. Mana. Senlar meni asamga tegdilaring. Ana endi men hammani o'ldirdim. Bu hayotda men hech nima qiziqarli qolmadi. Afsuski shunday qilishga majburman. Hammaga xayr.